bayramlarında, katılgan bayramlarında bizler Milliy bank vakillerimiz жаңа zaman mahallesinde bekitilgen mahalla bekitilgen bankirler. Yani birinchi navbatda bizlar jinoyat atganimizdan maqsad fuqarolarga banklarimizdagi yengilletilgan жұмыссыз fuqarolarga beriladigan kreditlar bo'yicha tushunib berib birinchi navbatda so'ng jinoyat maqsadida o'shancha o'tkazib mahallalarga boradi. Birinchi navbatda biznesga birinchi qadam degan kredit nemiz bor. 10 milyonga chekimga жұмыссыз fuqarolarga, ya'ni 18 yoshdan 65 yosh aralığındagi fuqarolarga beriladi. 10 milyonga deyin plastik kartaga sotib beradi. 18 yoshdan 65 yosh deb qo'yibdi. Biroq 60 yoshga deyin bo'lishi mumkin, sababi 60 yoshdan keyin o'zimiz bandlanmaydi. So'ndan keyin 65 yoshga chekimga 10 milyonga chekim 18 oyga 23% plastik kartaga solib beradi. Qolgan yerni bor, жұмсай bersa bo'ladi, hech qanday cheklov narsa yo'q plastik kartani. Ikkinchi navbatdagisi bor, ya'ni kelajakka qadam deganimiz bor. Bunda bitiruvchi student yoshlar, ya'ni universitet bolalarimiz universitetda o'qiyotgan bo'lsa, bu yil bitiruvchi yoki o'tgan yil bitirgan bo'lsa, ularga 10 millionga chekim, ya'ni 300 millionga chekim. Ya'ni 300 million deganimiz 20 millionga chekim deb ayta beraylik-da. 10 millionga chekim, 20 millionga chekim bersa bo'ladi. Yani 10 milyonun tartibi bundan da ne yapacağız? Plastik kartadan tasarruf verelim, oyunumuz var gibi. 20 milyonga çekimge degenimiz bu firma açar. Yani yatıktı. Bugün yakka tartiptagi tadbirkor firma açıp bir zat isleymedi. Misal үшін magazin içine zatlarına gerek bolsa, solarga 20 milyonga çekim bez alıp kredit beredi. Ondan keyin avtokreditimiz var. Bizlerдің бүгінгі күнде. Өзіміз мәркеген fuqarolarga da beredi. Баслangыч төлем, misal үшін базардағы машин бола ма, я салондағы машин бола ма, оларға да первоначально, яғни баслангыч төлемі 30% қойсаңдар. Misal үшін 100 миллион сомға бір машин алсаңыз, 30 миллион төлейсіз, қалған 70 миллионын кредит қылып шығарып береді. Бұл өзін-өзі бәнд еткен fuqarolarga да. Егер атында кредиті жоқ болса, ешқандай кепіл не талап етілмейді. Егер атында кредит болса, бір кепіл талап етіледі. Жұмыста істейтін.